Kimda kim bir kunda 100 marta la havla va la quvvata illa billahil aliyyul azim deydigan bo'lsa, butun umr kambag'allik nima ekanligini bilmay o'tadi. Agar Alloh sizga ne'matlar bersa, alhamdulillah deb ayting. Allohga hamdlar bo'lsin. Mabodo gunohlaringiz ko'p bo'lsa, astag'firulloh deb ayting. Allohga tavbalar qilaman. Mabodo Alloh rizqingizni kechiktirsa, la havla va la quvvata illa billah deb ayting. Allohdan boshqasida kuch-quvvat yo'q. Barcha kuch-quvvat Allohnikidir. Bomdod namozidan so'ng bor yo'g'i bir marta la havla va la quvvata illa billah deb aytgan odam 99 ta balo ofatdan omonda bo'ladi. Va bu balo ofatlarning eng kichkinasi qalbda tinchlik va xotirjamlik yo'qligidir.